Makka-i Mukarrama 1880-yil. Atrofi tog'lar bilan o'ralgan muqaddas shahar. Biz unga bu yerlarni qurshab turgan Ajiyat qal'asidan qaraymiz. Yer yuzida eng birinchi qurilgan masjidning hurmatidan Usmoniylar Ajiyat qal'asiga bayroqlarni osib qo'yishmagan. Qolaversa, ular o'zlari bu tuproqlarning xizmatkorlari deb biladilar. Keling Masjidul Haromning 1880-yilgi ko'rinishiga birgalikda safar qilamiz. Muqaddas makon. Masjidning bu davrdagi ko'rinishi 1576-yilda Sulton Murod 3-davrida me'mor Sinan tomonidan ishlab chiqilgan. Keyingi davrlarda masjidning bu ko'rinishiga har bir sulton tomonidan hojilar ibodatlarini qulay ado etishlari uchun turli o'zgartirishlar kiritildi. Masjidning atrofidagi binolarga e'tibor bersangiz, ularning soyasi Ka'baga tushmaydigan qilib qurilganiga guvoh bo'lasiz. Ka'ba atrofidagi mashhur Usmoniy ravoqlari ko'pchilikning e'tiborini tortgan. Bu yerlar kambag'al ziyoratchilar bepul qolishlari mumkin bo'lgan rabotlar bo'lgan. Sulaymoniya madrasasi esa ajdodlarning ilmga ko'rsatgan e'tiborlari belgisidir. Endi esa Masjidul Haromga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirgan taraflardan nazar solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bobus Salom, ya'ni salom eshigidan kirardilar. Bu eshikning yuqori qismiga Usmon G'oziydan to Sulton Murod 3-gacha bo'lgan Usmonli sultonlarning ismlari bitilgan. Ravoqlarning ostidan o'tib, qumli yerlar bo'ylab yurib, oq marmarlar bilan qoplangan tavof maydoniga boramiz. Qarshimizda Bobi Bani Shayba, ya'ni Shayba avlodlari eshigiga duch kelamiz. Bani Shayba urug'i qo'lida Ka'baning kalitlari saqlanadi. Darvoza arksimon shaklda qurilgan. Bobi Bani Shayba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlik davrlarida Masjidul Harom hududiga o'tilgandan dastlabki kirish joylaridan biri bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tavof uchun shu darvozadan o'tib, masjidga kirganlar va o'ng tomonga qarab yurganlar. Biz ham xuddi shunday qilamiz. Qarshimizda bizni 1558-yilda Sulton Sulaymon tomonidan qurilgan minbar kutib oladi. Minbardan bir oz yon tomonga o'tsak, 4 ahli sunna val jamoa mazhabiga oid 4 xil imorat qad rostlagan. Ularning ichida eng kattasi Hanafiy mazhabiga oid bo'lib, u oltin mizob tarnovining ro'parasiga joylashgan. O'sha vaqtlarda namozni bir imom o'qimas edi, balki har bir mazhabning imomi namozga imomlik qilardi. Kechki namozlarni ado etishda qulaylik bo'lishi uchun tavof atrofi qandillar bilan o'ralgan. Muqaddas masjidni xushbo'ylantirish maqsadida qandillarni yoritish uchun atirgul moyidan foydalanilgan. Ka'baning Shom burchagidan Yaman burchagi tomon o'tilsa, Maliki va Hambali mazhablarining joyidan chiqiladi. Hozir aynan Hajarul Asvad, qora toshning to'g'risida turibmiz. Jannatdan yerga Odam alayhissalom bilan birga tushirilgan tosh. Bu yerda tavof boshlanadi. Multazam esa duolar tezda qabul bo'ladigan makon sanaladi. Hijri Ismoil, ya'ni xatimning ichida mizob oltin tarnovning tagida turibmiz. O'tgan solihlar xatimda mizob ostida duolar mustajobdir deganlar. Endi Ka'ba eshigi tomon o'tamiz. Yog'ochdan ishlangan g'ildirakli zina. U maxsus buyurtma asosida Hindistondan olib kelingan. Bu zinadan faqatgina Ka'baning ichiga kirishda foydalanilgan. Unga 1824-yil deb yozib qo'yilgan. Mana Allohning baytining darvozasi ostonasida turibmiz. Bandani o'zgacha his-hayajon qamrab oladi.
Endi Qur'oni Karimda 2 marta zikr etilgan maqomi Ibrohim tomonga o'tamiz. Bu yerda Ka'batullohni qurgan Ibrohim alayhissalomning oyoq izlari saqlanib qolgan tosh bor. Bu joy ham Masjidul Haromdagi eng muhim qismlardan biri sanaladi. Maqomi Ibrohimga tutashgan ochiq qism Shofiy mazhabining joyi hisoblangan. Bani Shayba darvozasidan Zamzam qudug'i joylashgan binoga o'tamiz. 1517-yilda Usmoniylar muqaddas Zamzam qudug'i ustiga birinchi binoni qurdilar. Binoning devorlari esa Zamzam haqidagi oyati karima va hadisi shariflar bilan bezatilgan. Zamzam qudug'i Sulton Ahmad I hadyasi bo'lmish kumush panjaralar bilan o'ralgan. Muborak Ka'baga hurmat bajo keltirgan holda Usmonli ravoqlari ostidan o'tib say tomon boramiz. Hozir Safo tepaligida turibmiz. Bu yerdan say boshlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomga ochiq da'vatni boshlaganlarida butun Quraysh ahli shu tepalik atrofida to'plangandi. Sayning uzunligi 394 metr, endi esa 20 metr bo'lgan. Bu yer payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan bog'liq juda ko'plab xotiralarni o'zida mujassam etadi. O'sha vaqtlarda bu yer Masjidul Haromdan mustaqil va shahar hayotidan ajralmas joy edi. Hojar onamizning qanchalik qiyinchiliklarni boshlaridan o'tkazganlarini his qilish uchun bu joy aslicha qoldirilgan. Endi sayning tugash joyi Marva tepaligidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelgan taraf tomon ketamiz. Bu joydan islom dinining ilk davrlaridan boshlab masjid sifatida foydalanilgan. 1880-yilda Mavlidun Nabiy masjidi sifatida mashhur bo'ldi. Janob Haqning nazargohi, farishtalarning ziyoratgohi, musulmonlarning qiblagohini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu so'zlari bilan yakunlaymiz. Ey Makka, Allohga qasamki, albatta sen Allohning eng yaxshi yerisan va Allohning o'ziga eng mahbub yerisan.